Dişimizi devamlaştırmıyoruz hürmetli vatandaşım. Angliya matbuatları. Angliya matbuatları. Prezident Trump'dan soda urush o'tkisi faqat Jungo'ga qartilgan dedi. Mavzuli xabar 8-ayning 3-kuni Dubitor betida e'lon qilindi. Xabar bunday başladi. G'arb matbuotlari bunday hisobladi. Prezident Trump o'tir mazgillik saylam uchun Yevropa ittifoqi bilan ittifoqlashib, hozir o't kuchini markazlashtirib, Jungo'ga hujum qilishga boshladi. Pol Muamili gazeti 8-ayning 3-kuni Yevropa bilan savdo kelishimi imzolagandan keyin Prezident Trump o't kuchini markazlashtirib, Jungo'ga qaratdi. Mavzuliq maqola e'lon qilib, maqolada bunday ko'rsatdi. Yevropa ittifoqi bilan savdo urushini vaqtli to'xtatishga qo'shilib, bu hafta o'tgandan keyin Prezident Trump savdo urushida Jungo'ga qaratgan dastakni texmi ko'paytib, Jungo'dan import qilingan tovar mallarga yo'q qo'rin normada boj qo'ydiganligini o'ttira qo'ydi. Sobiq prezident George Bush davrida Jungo masalasi bo'yicha yuqori darajalik maslahatchi bo'lgan Dennis Wilder bunday ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati allaqachon tunib yetdi ekan. Yevropa ittifoqi bilan savdo kelishimi imzolab, Jungo bilan savdo urushi qilishga makon hozirlarida Amerika Qo'shma Shtatlari. Wilder bunday ko'rsatdi. Prezident Trump taktikasini o'zgartdi. O'tir mazgillik saylam payti yetib kelganda Amerikada ikki partiya a'zolarining qarshi oladigani nima? Jungo'ga zarba berish. Demak, Amerikada Demokratlar partiyasi va Cumhuriyetchilar partiyasi o'xshashla Jungo'ga zarba berishni qarshi oladi deydi. Alomatlar ko'rsatdiki, Prezident Trump savdo so'rkilishi, talash tortishlarni hal qilish, o't kuchini va diqqat kuchini Jungo'ga markazlashtirish bilan hal qilish ekanligini bilib yetdi. O't kuchini Jungo'ga markazlashtirish, diqqat kuchini Jungo'ga markazlashtirish, shunday qilgandilar g'alaba qilish ekanligini bilib yetdi. Xabardor kishilar bunday ko'rsatdi. Jungo'ga qattiq qo'lliq muomala qiladiganlar Beijingga besim ishlatishda Prezident Trumpni ma'qulga keltirdi. Masalan, Amerikada aqsayda qattiq qo'llar Jungo'ga qattiq qo'l siyosat yurgizishni tashabbus qiladigan qattiq qo'llar Prezident Trumpni ma'qulga keltirdi. Prezident Trump go'yo bunday hisobladi. Bunday chora eng oxirida Jungo'ning rais Xi Jinpingni yo'l qo'yishga majburlashdan iborat. Diqqat vatandosh. Bunday chora eng oxirida Jungo'ning rais Xi Jinpingni yo'l qo'yishga majburlashdan iborat. Lekin hozir bunday alomat, ya'ni rais Xi Jinping yo'l qo'yishga majbur bo'lgan alomat yo'q. Yana bir xabar, hurmatli vatandosh. Jungo'ning tashqi ishlar ministri Wang Yi 8-ayning 2-kuni bunday ko'rsatdi. Amerika savdo so'rkilishi orqali Jungo'ga besim ishlatmoqchi bo'lyapti. Bunday usul har qanday vaqtda unum bermaydi. Jungo'ning aloqador gazeti Yer shari Vaqt gazeti maqola e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Jungo uchun aytganda savdo urushi qilish o'ng'ayga to'xtamaydi. Diqqat, vatandoshim. Jungo uchun aytganda savdo urushi qilish o'ng'ayga to'xtamaydi. Bu nihoyat zo'r xiris. Ziyonga chidashga to'g'ri keladi. Lekin bu bizning tanlashimiz emas. Amerikaliklar bizning bosog'imizga yetib keldi. Jungo taslim bo'lmaydi. Aylanibmi o'tib ketmaydi. Faqat qarishtirib zarba berishlar. Eshib qoladi.
Amerika'dan hoş haber geldi. Avarçılık menin devletimin geldi mavzuula haber. Ene dikkat kılınlar. 8. ayının 3. günü Almak gazetede ilan kılındı. Haber mındak başlan. Amerika'nın iktisadi ikinci pesilde 4,1% örüldü. Sabık prezident Obama devrigi seliştirganda hässelep örüldü. Haberde oturgu çıkış bilen prezident muhbirlarını kütübeleşiğini ötközüp neticele menin siyasetimden yaraldı. Bu teha başlanış. İktisat teheme terakki kılıdı dedi. Hatta 8'de 7% üsüp geldi. Demek Amerika'nın iktisadı növbette 4,5% köpeyipti, 1% örülepti. Prezident nimdeydi? Bu teheme terakki kılıdı. 7-8%'e çıkışı mümkündü. Rastlığı şundak bulunduğun boz o vaqtda Cungoga avarçılık yetip geldi. Eğer Amerika'nın iktisadi 7-8% kötürüldüğün boz, hiç bulmaganda azıqa 4,1% saklap kalsı mı? Haberde nime deydi? Ondaqta Cungoga avarçılık yetip geldi. Söz uğraşıda Cungo pıtırap duralmaydı. Prezident Trump'ın söz uğraşı hakiki armiya işletkendek Jungshin şirketini boğup taşlaganda. Keyin azat kılıp etdi, Jungshin şirketini jarimani koyuş yolu bilen dastlapdılar, xuddi armiya işletkendek Jungshin şirketini boğup taşlaganda. Partiya, hükümet, armiya ve puhrala ve pen texniki sahasını garb, şarkça, janubdan şimalgacha mustabid hükmürallık astığı koyup, taşqırda soda vuruşu kılıp puttirep turalmay, devlet içinde yerlikni, devlet ilgilik payçek qarizni, zəhərlənген paraşok, zəhərlənген vaksina, qatarlıq illetlerini çörüp taşlıp etmey, işki taşkıcatı boğulup, kudretlik devlet kuraş tüşe. Yani Xi Jinping'in tüşe nerede kaldı? Mağlup buluş aşkarlandı. Delmişindaq beyti Amerika iktisadını terakki kıldırıp, Amerika birinci bayrağını egiz götürüp, Prezident Trump vaziyet yarattı. Avarçılık, menin devletim sana avarçılık yetip geldi deydi haber yazgıcı.